Assalamu alaykum saboqdoshlar. Tayba darsxonamizga xush keldinglar. Biz bugun al-usul min ilmil usul degan darsimizning davomini o'qiymiz. Biz bugungi darsimizda at-ta'arud haqida to'xtalamiz. Endi ta'aruz deb bir gap bor usul fiqhida, ya'ni zid gap qilish, qarama-qarshi gap qilish degan ma'noda, ya'ni ikki dona dalilninki birisi-birisiga zid gap qilishi. Buni qanday hal qilamiz? Bu haqida to'xtalamiz. Unda biz darsimizni boshlaylik. Ta'aruz degan nima? Ta'aruz lug'at jihatda at-taqabul, ro'baro kelish, at-tamanu va zidlashish degan ma'noda. Istilohan taqabulud dalilayn bihaythu yukhalifu ahaduhuma al-akhar. İki dalilninki birisi yana birisiga qarshi keladigan bir darajada zid kelishi, qarama-qarshi kelishi. Bu ta'aruz deb ataladi. Va aqsamut ta'aruz, ta'aruzning bir qancha qismlari bor. O ya'ni 4 qismi bor. Birinchi qismi أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات. Yani bu taarruzluk, karma karışılık umum iki delilin oturusunda buldu. İki tane delil var, ikilisi umum, bu iki delil birisi zid. Bunu kandak hal kılımız? Bunun 4 xil haleti var. Birincisi, أن يكون الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع. Bu ikisinin oturusunu cemleş mümkün bulaş. Yani o ikisininki her birini yana birisiga qarshi kelmaydigan holatda hamlik qilib bo'ladigan darajada o ikkisining o'rtasini jug'lig'i mumkin bo'lash. Bu birinchi xil holat. Ya'ni jug'lig'i bo'ldi. Fayajibul jam'. Bunda qolib qolsa jami' qilish vojib bo'ladi. Masalan, qanday desa, Alloh taolaning payg'ambarimiz qilgan oyatiga qarasak, bu ikki oyatni birisiga ziddek ko'rindi. Birinchisi, va innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Sen siratal mustaqim to'g'ri yo'lga boshlaysa. Yana birisi innaka la tahdi man ahbabta. Sen yaxshi ko'rgan kishilarni hidoyat qilolmaysa. Ikkilisi huda degan fe'ldan chiqqan. Birisi la tahdi hidoyat qilsa, yana birisi la tahdi hidoyat qilolmaysa. Qarasak ikkilisi umum ziddak. Ikkisini o'tirib jug'lig'i bo'lamdi, bo'lmamdi? Bo'ladi. Wal jam'u baynahuma anna al-ayatul ula yuradu biha hidayatud dalala ila al-haq. Bu ikisinin o'rtasini jug'lash, birinchi oyat maqsad qilinadi. O oyat bilan haqiqatga dalolat qilish hidoyati maqsad qilinadi. Bu payg'ambarimizga sabit. Ya'ni haqiqatga payg'ambarimiz qanday qilalaydi? Dalolat qilish hidoyatiga ega. Ya'ni boshlab qo'yish dalolatiga ega. Ikkinchi oyatda maqsad qilinadi oyat bilan amalga tavfiq hidoyati. Amalga tavfiq. Ya'ni hidoyatga boshlab qo'ydi, ammo u hidoyatning ichidagi yaxshi amallarni qilish, qilmaslik bu xil hidoyat payg'ambarimizning qo'lida emas. Bu va hadihi biyadillah. Allohning qo'lida. Rasululloh uningga ega bo'lanmaydi va uning boshqa qismi uchun ega bo'lanmaydi. Demak, ikkisini o'rtasida qanday qilib yo'lg'ili bo'ldi. Birinchisi payg'ambarimizningki haqiqatga boshlab qo'yish hidoyati. Ya'ni sen to'g'ri yo'lga boshlab qo'ya olaysa deb tarjima qilamiz. Ikkinchisi bu tavfiq, yaxshi amallarga, hatto shahodatga muvaffaq qilish bir insonni bu payg'ambarimizning qo'lida emas. Buni jog'lig'i bo'ldi. Ikkinchisi fa illam yakunil jam'u baynahuma. Endi ikki umum dalilning o'tirishini jog'lig'i bo'lmasa, fal mutaakhiru nasikh in ulimat tarix. Agar vaqtini belgili bo'lsa, keyingagini nasikh, amaldan qoldiruvchi bo'ladi. Fa yu'malu bihi dunal awwal. Shu ikkinchisiga, ya'ni keyingagiga amal qilinadi, birinchisi siz, ya'ni birinchisi emas, ikkinchisiga amal qilinadi. Buni misali masalan Alloh taolo yani deslabda ro'za farz qilinishdan ilgari faman tatawwa khayran fa huwa khayrul lahu wa anta sumu khayrul lakum. Sizlar pidi vasanglarma bo'ladi yoki ro'za tutsanglar bo'ldi, ammo ro'za tutishinglar qanday yaxshi degan deb oyat tushgan. Fa hadhihi al-aya yufidu at-takhyir bayna al-it'am va as-siyam. Bu oyatda tomoq qilish bilan ro'za tutish ixtiyor qo'ygan dastlabki mezgillarda. Ammo qaysini kuchlantirgan? Ma'a tarjih as-siyam. Ro'za tutishni kuchlantirgan. Alloh taolaninki keyin endi bir oyat tushdi. Faman shahida minkumush shahra falyasumhu. Ramazon oyiga hozir bo'lgan odam ro'za tutsin degan bir buyruq keldi. Kesal, safar ustidagilardan boshqalarning hammasi ro'za tutsin degan buyruq keldi. Ustunda ixtiyor qo'yildi. Ikki hukm qanday keldi? Birisi-biriga zid keldi. Tufidu ta'yin as-siyam ada'an fi haqqi ghayril marid va musafir. Yuqoridagi oyat kesal va musafirdan boshqa har qanday odamninki ro'zni ado qilishni muayyanlashtirishni ifodalaydi. Va musafir bilan kesilmi o ikisining haqida qazoninki muayyanlashni ifodalaydi. Lekin ma oyat
Birincisini qanday keyin kelgan. Unda bo'lgan ekan fatakuna nasihatan laha. Bu ikkinchi oyat, birinchi oyatninki nasih qilg'uvchisi, ya'ni amaldan qoldirg'uvchisi bo'ladi. Xuddi uningga hadisi Salmat ibn Akva'ninki sahihda kelgan hadisi dalolat qilgandek, hadisida sabit bo'lgandek. Ya'ni islomning dastlabki davrida mushta ixtiyor qo'yilgan. Keyin ma oyat tushib, ilgirki oyatni nasih qilgan, ya'ni amaldan qoldirib, ma oyat kuchga ega bo'lgan. Demak, bundan vaqtini qulib olsa, ma mansukkan, ma nasihkan deb hal qilamiz. Endi uchinchisi, ikki dona umum birisi-biriga zid dalil va fa illam yu'lamu at-tarix, tarixni bilgili bo'lmasa, umila bir rajih. Kuchliga amal qilamiz. Agar imkana hunaka murajjah. Agar u yerda kuchlantiruvchi bo'lib qolsa. Tarixni bilgili olmada qaysini amal qilamiz? Qaysi kuchli bo'lsa, kuchlantiruvchi bir omil bo'lib qolsa, shuningga tayinib turib, kuchli amal qilamiz. Masalan, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamniki man massa zakarahu falyatawadda. Kimki zakarni tutsa taat ason dedi. Yana bir hadisda bir odam zakarni tutgan odam to'g'risida so'ragan vaqtida Payg'ambar sollallohu alayhi vudu'ning taat kitamda deb so'ragan vaqtida Payg'ambar sollallohu la innama huwa bid'atun mink. Yo'q, u sening bir a'zoyingning bir parchasi degan. Demak, ikki hadis bir-biriga qanaqa qildi? Zid keldi. Qaysini kuchlantiramiz? Birinchisini kuchlantiramiz. Nima uchun? Chunki ahvat, ya'ni tahorat olsa hech qanday gunoh olmayotganligi rost. Amma tahorat olmasa, agar mavkush bo'lib qolsa, gunohkorlab qoladi. Shunga ahvat degan shu. Va li'annahu akthar turqan. Ikkinchisi kuchlantiruvchi omil, ikkinchi hadisninki, birinchi hadisninki nimasa yo'ldari ko'p va uningki sahih deb qargan olimlar ko'p. Va li'annahu va uningki naqilun anil asl. O asldan yo'tkiguchi. Naqilun anil asl deganimiz asli holat nima? Tahorat olmaslik shundaqo. Ammo bu asli tahorat olmaslikdan yo'tga tahorat ilishga yo'tkigan. Fafihi, ya'ni bu yo'tkashda ilmning ziyodaligi bor. Ya'ni bilgachga uni tahorat sunudi degan. Ma naqilun anil asl degani biz keyingi darsda taxmin tushuntiramiz. To'rtinchisi holati, agar kuchlantiruvchi bo'lmasa, tarixni bilgili olmadi, jug'lig'ilimi bo'lmadi, qanday qilamiz? Vajibat tavaqquf, to'xtaymiz. Qanda dalil ashunda birisi-birisiga zid keladi, vaqtini bilgili olmaydi, o'tirisini jamlagilim bo'lmaydi. Qanda hadis shunda bo'ldi? Va la yujadu lahu misalun sahih. Uning sahih bir nimasi yo'q, misali yo'q. Endi ikkinchisi ta'aruzning ikkinchi qismi ayakuna ta'arud bayna khassayn. Ikki xas dalilning o'tirisida ta'aruz bo'lib qolsa, qanday qilamiz? Uning to'rt xil holati bor. Birinchisi yumkin al-jam'u baynahuma fayajibul jam'u. İkisini o'tirisini jug'lash mumkin bo'lash. Ya'ni mumkin bo'ldi jug'lag'lar. Jug'laymiz. Masalan, Jabirning hadisi Payg'ambarimizning hajning sifatida haqiqatan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam peshin namozini Qurban hayit kunisi Mekkada o'qidi dedi. İbn Umarning hadisida Payg'ambar alayhisalom u peshin namozini Minada o'qidi dedi. Demak, birisi-biriga zid hadis. Fayujma'u baynahuma bi annaha sallaha. Buning ikkisini jug'lag'ildi. Qanday jug'lag'ildi? Jug'lag'ildi bo'ldi. Jug'lag'ildi ikkisini o'tirsa, jazman Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni Mekkada bir qatam o'qidi. Minaga qaytgan vaqtida u yerda uni qayta o'qidi biman fiha. U Mekkadagi Minadagi kishilar bilan birga sahobalardan uni qayta endi bir qatam qanday qildi? O'qibadi. İkincisi, agar jug'lash mumkin bo'lmasa, vaqtini bilgili olsa, nasih deb hukm qilinadi ikkinchisiga. Masalan, Alloh taolaninki: "Ya ayyuhan nabiy, inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allohu alayk." Ey payg'ambar, biz sening ayollaringni qanday qildik? Halol qildik deb, sening nasang buldu dedi shunda Alloh taolo. Endi ikkinchisida la yahillu lakan nisa'u min ba'du wa la an tabaddala bihinna min azwaji wa la a'jabaka husnuhunna. Ya'ni endi 9 ni ap bo'lgandan keyin, bundan keyin endi chiroyi seni qiziqtirgan taqdirdimi? Sana endi to'y qilsang bo'lmaydi degan oyat tushdi. Yuqorida umum sana halol qildi qanchalik oson dedi. Unda bo'lib qolsa, keyingi oyat bilan yuqorgi oyat qanday qilindi? Mansux qilindi deymiz. Üçüncüsü fe'l lam yakun nasx umila bir rajih. Agar nasxlikni uqul olmasa, rajih amal qilamiz, u yerda bir rajih, murajjih qilguvchi, ya'ni kuchlantiruvchi omil bo'lib qolsa. Uning misoli Maymunaning hadisi, jazman payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'ylandi u Maymun bilan u ihromdagi holatda. İbn Abbasning hadisida haqiqatan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'ylandi u Maymun bilan u ihrom kirgan holatda. Birisi-biriga qanday? Tamoman zid. Yuqorqini Maymuna o'zining nikohini o'zi rivoyat qildi, keyin Ibn Abbas qanday qildi? Naql qildi. Qaysini amal qilamiz?
Albatta, shu voqealikning ichida bo'lgan odam o'zi naql qilgan bo'lgandan keyin shu odamning gapini kuchli qilamiz. Farrojih al-awwal. Birinchisi, ya'ni payg'ambarimizning ihromdan chiqqan holat nikoh qilganligini e'tibor qilamiz. Chunki Maymuna sahibul qissa. Qissaning egisi o, shu voqealikning egisi. Shu Maymun to'y qildi-ku payg'ambarimizga. Fa huwa adra biha. U Maymun uni taxamabdan biladi. Va li anna hadithaha, chunki uning hadisi ikkinchi kuchlantiruvchi omilandi. Muayyidu bi hadis Abi Rafi'. Abi Rafi'ning hadisini qanday qildi? Kuchlantirdi. Zaman payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'ylandi. O Maymunun o ihramdan chiqqan holatda. Va kuntu ar-rasul baynahuma. Men Rasululloh bilan o ikkisini o'tirsdi dedim. Endi 4-ahvoli fa illam yujadu murajjihun vajibat tawaqquf. Agar kuchlantiruvchi amal bo'lmasa to'xtash vojib bo'ladi. Uningga sog'lom bir misolni topolmadim deydi. 3-qismi hamda ta'aruzdanki om bilan xos o'tirishdagi ta'aruz. Qanday qilamiz? Buni ayt oson. Omni xoslaymiz xos bilan. Masalan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamningki fi ma saqatis samaul ushru. Osmon sug'agan har qanday narsaga azosini qo'ysin ushru keladi dedi. Umum. Yana bir hadis payg'ambar sollallohu alayhi vasallam laysa fi ma duna khamsati awsuq sadaqa. 5 vasaqqa yetmagan narsaga nima kelmaydi, zakat kelmaydi dedi. Qanday qilamiz? Tuvandagi hadisdan xoslaymiz. Ya'ni 5 vasaqning yuqorisiga zakat keladi, tuvinga qanday qilmaydi, kelmaydi deb 5 vasaqning tuvinni xoslab chiqarib olamiz. Ya'ni fa yukhassasul awwal bil-thani. Birinchi hukm hadis, ikkinchi hadisdan qanday qiladi? Xoslanadi. Zakat vojib bo'lmaydi, faqat 5 vasaqqa yetgan vaqtda. Ya'ni 5 vasaqqa yetgan vaqtda zakat vojib bo'ladi. 4-qismi hamda ta'aruzninki yakuna ta'arud bayna nassayn ahaduhuma a'ammu min al-akhar min wajhin wa akhassu min wajhin. Ta'aruz ikkidan delning o'ttirisida bo'ladi, ikkidan nasning o'ttirisida bo'ladi. O ikki nasning birisi yana birisidan omroq bir yo'ldan. Yana bir jihatdan xosroq. Bunun 3 xil holati bo'ldi. Misolni ko'rsatib tushunasizlar. Birinchisi ayaquma dalilun ala takhsis umumi ahadihima bil akhar fa yukhassasu bihi. Bir delil turib qalsa, o ikkisining birisining umumligini xoslashqa, yana birisi bilan undan xoslandi. Masalan, Allah Teala vellezine yatawaffawna minkum ve yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhur ve 10. Sizlardan yo'ldish ulab qolgan ayollar 4 ay 10 kun kutidi dedi. Ya'ni iddat kutidi dedi. Yana bir oyatda homildor ayollarningki iddatning vaqti o hamilisini to'qqan qadar dedi. Yuqorqi oyatda homil olsun bir ayolning yo'ldish ulab qolgan bo'lsa, ya'ni homil holda bir ayolning yo'ldish ulab qolgan bo'lsa-mu, o ulab qolib 2 kundan keyin bolasini to'qqan bo'lsa-mu, yana 4 ay 10 kun iddat tutadi degan hukm chiqadi. Keyingida homildor ayollar qusqudi qo'ysilam, ya'ni tug'silam iddat tutishidi degan bo'ldi. Masalan, bir odamning ayoli ulab qoldi, ayoli homildor holatda, ulab qolgandan keyin 3 kundan keyin tug'di ayol iddat tutishidi degan bo'ldi keyingi oyatda. Qaysini amal qilamiz? Fal-awla khasatun fil mutawaffa. Birinchi oyat opatlab ketgan, yo'ldishi opatlab ketgan ayol to'g'risida xos. Va ama umum homildor ayolga nisbatan umum. Yo'q, birinchi oyat. Ya'ni yo'ldishlab ketgan har qanday yo'ldishlab ketgan ayol, faqat yo'ldishlab ketgan ayolga xos. Ammo homil nimacha o'z ichiga oldi. Ya'ni homildor ayolni nima o'z ichiga oldi? Umum. Ikkinchisi homildor ayolga xos. Homildor ayolning muddati faqat tuqquvchilik. Ammo bu nimani o'z ichiga oldi? Ammatun fil mutawaffa anha. Ya'ni yo'ldish ulab ketgan ayol nimacha o'z ichiga, uning boshqasini o'z ichiga oldi. Yo'ldish ulab ketsin, ulab ketmasin, homildor ayol bo'ldi ekan, tug'siram uning iddat tutishidi degan hukm chiqadi. Demak, bir jihatdan am, yana bir jihatdan xos degan gap bu shu. Ya'ni birinchi oyat yo'ldish ulab ketgan ayollarga xos, ammo qusqudi bo'lmasin, hamma ayollarga am, yo'ldish ulab ketganlar bo'lsa. Ikkinchisi qusqudi va ayollarga xos, ammo yo'ldish ulab ketgan bo'lsin, ulab ketmagan bo'lsin, hammasiga am. Lekin delil dalolat qildi. Birinchi oyatning umumligini ikkinchisi bilan xoslashga dalolat qildi. Qanu delil dalolat qilgan delil va zalika anna Subay'atul Aslamiyya degan ayol tug'di erining vafotidan bir qancha kecha keyin, ya'ni bir qancha kundan keyin ayol erining vafotidan keyin tug'di. Ruxsat qildi payg'ambarimiz uning qanday qilishga, to'y qilishga.
Demek bu yerda bir delil ikkinchi oyat bilan birinchi oyatning umumligini xosladi. Ya'ni yo'ldosh ulab ketgan bo'lsa-mu, qusqu avlab qolsa, to'g'silan uning iddati chiqib ketadi, 4 oy 10 kun saqlashi kerak emas deb xosladi. Mushuning asosan homilning iddati to'qqan qadar bo'ladi, mayli uning eri kanat mutawaffa anha. Vafatlab ketgan bo'lsin yoki boshqasi bo'lsin. Endi ve in lem yakum delilun ala takhsis umum ahadihima bil akhar. Endi o ikkisining birisining umumligini xoslashga delil bo'lmasa, yuqorqi hadisdagidek bir delil kelmasa, rojih amal qilamiz. Qaysi kuchli bo'lsa. Masalan, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Sizlarning biringlar masjidga kirsa, 2 rakat namoz o'qimagan qadar qadaqmison, o'ltamison dedi. Wa qawluhu la salata ba'da subhi hatta tatlu'a ash-shams. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yana bir hadisi var hamda. Kun chiqqan qadar bomdod namozidan keyin, ya'ni bomdoddan keyin nima o'qilinmaydi, namoz o'qilinmaydi. Asrdan keyin kun patgan qadar namoz o'qilinmaydi dedi. Yuqorqi hadisda masjid kirsa har qanday namozni o'qisin dedi o'ltirishni ilgari. Keyingi nimada kun chiqayotganda kun patayotgan namoz o'qimasin dedi. Xo'sh. Endi qanday qiladi kun chiqayotganda masjidga kirib qolsa, yoki kun patayotganda masjidga kirib qolsa namoz o'qamdi, o'qimamdi. Bu yerda zidlik bor, shundaqmi? Birinchisi xos. Tahiyatul masjidda xos. Ya'ni tahiyatul masjidga kelgan hadis. Ammo am fil vaqt, ammo vaqtda am. Qanday vaqtda kirsa namoz o'qisin dedi. Ikkinchisi vaqtda xos. Ya'ni mush asr namozini asrdan keyin bilan bomdoddan keyin namoz o'qish olmaydi. Mush vaqt xos. Ammo namozda am. Har qanday namoz o'qilinmaydi. La salat dedi. Namoz har qanday namoz dedi. Tahiyatul masjidni va uni boshqa o'zi oldi. Lakin rajih takhsis umum al-thani bil awwal. Lekin rajih qarash ikkinchisining umumligini birinchisi bilan xoslash. Ya'ni ikkinchisining umumligi hech qanday namoz degan gapni ten xoslab chiqarib olamiz. Qaysini? Tahiyatul masjidni xoslab chiqarib olamiz. Fatajuzu tahiyatul masjid. An to'g'ri bo'ladi tahiyatul masjid cheklangan vaqtlardami tahiyatul masjid to'g'ri bo'ladi. Umum namozlardan. Umum namozlarning ichidan tahiyatul masjidni chiqarib olamiz. Va innama nimaga asosan kushlandingiz uni? Va innama rajjahna zalik lianna takhsis umum al-thani qad thabata bighayri tahiyatul masjid kaqada'i al-mafruḍa wa i'adati al-jama'a fada'ufa umumuhu. Kushlandik ashuni chunki ikkinchisining umumini xoslash, ya'ni hech qanday namoz o'qilinmaydi bomdoddan keyin va asrdan keyin degan bu umumlikni xoslash sabit bo'ldi. Tahiyatul masjidning boshqasi bilan sabit bo'ldi. Ya'ni uning tahiyatul masjiddan boshqa namoz o'qilib o'tgan namozlar bor. Shu kun chiqayotgan asrdan keyinmi? Qaysi namozlar? Farz namozdan qazolarni o'qildi masalan. Jamoat namozida qayta o'qildi. Demak, ba'zi namozlar chiqib ketdi shunda ama nima bo'ldi ba'zi namozlar chiqib ketganligi uchun tada'ufa umumuhu. Uning umumligi ojizlashdi. Shuning uchun buni tahiyat masjidni bundan chiqarib olamiz. Uchinchisi, endi valam yaqul dalilun vala murajjah. Dalilmi yo'q, kuchlantiruvchi omilmi yo'q. O ikkisining birisining umumligini xoslash uchun dalilmi yo'q, kuchlantiruvchi omil yo'q. İkincisi bilan qanday qilamiz? Vajabal amal bi kullin minhuma fi ma la ta'aradani fi. O ikkisining har biriga qarshilashmayotgan yerda amal qilamiz. Va tawaqquf fi surati la ta'aradani fiha. Qarshilashib qotgan yerda qanday qilmaymiz? To'xtaymiz. Lekin bunda nima yo'q? Butunlay qarshilashib qolgan ahvol yo'q. Lakin la yumkinu at-ta'arud bayna an-nusus fi nafs al-amr ala wajhin la yumkinu fihi al-jam'. Lekin nasla arasida fi nafs al-amr bir ishning o'zida uning o'ttirusini jo'g'ilolmaydigan, nasxmi qilinmaydigan, tarjihmi qilinmaydigan ta'aruz mumkin bo'lmaydi. Chunki nasla birisi-biriga zid kelmaydi. Va Rasul sallallohu alayhi va sallam qad bayyana bayon qildi va ballaga yetkazdi. Lakin qad yaqa'u zalika bihasbi nazar al-mujtahid liqusurihi. Lekin shu mujtahidning qarshida yuz berib qolishi mumkin liqusurihi, uningki ilmda yoki fahmida, tushunchada kam bo'lganligi uchun. Vallohu a'lam. Onda bütün 100% zid kep qilgan, bitaraf qilolmaydigan, jo'g'ilolmaydigan, nasix mansux degelolmaydigan bunda ahvolcho bo'lmaydi. Xo'sh, unda bo'lsa bizning bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.